Raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish, sanoat korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik uchun qulay shart-sharoit yaratish, kooperatsiya aloqalarini kengaytirish maqsadida Qashqadaryo viloyatida hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasi tashkil etildi. Unda respublikamizning yirik neft-gaz sanoati korxonalari, kichik biznes subyektlari, eksport va import bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar vakillari o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishdi. Qarshi shahrida o'tkazilgan bu galgi sanoat yarmarkasida 200 dan ortiq sanoat korxonalari va tadbirkorlik subyektlari o'zlarining 1000 dan ziyod mahsulotlari namunalarini namoyish qilishdi. Jumladan Farg'ona, Namangan, Navoiy, Buxoro, Samarqand, Toshkent viloyatlaridan tashrif buyurgan tadbirkorlik subyektlari vakillari o'zlarining sanoat mahsulotlari va istiqbolli loyihalarni taklif etdilar. Yarmarkada neft-gaz sanoati korxonalari importini mahalliylashtirishda mahalliy sanoat korxonalari, jumladan kichik biznes subyektlari bilan uzoq muddatli hamkorlik o'rnatishga alohida e'tibor qaratildi. Shu yarmarkalarda o'zimiz mamlakatimizda kengayib borayotgan korxonalar bilan ularni ko'proq tanish, ular muammosini o'rganish, ayniqsa tajriba almashish, chunki mahsulotlarimiz har xil jabhalarda qo'llanilgani uchun har xil soha vakillari bilan uchrashuvlar, texnik muammolar hal qilish, mana shu narsalardan bizga ko'p yordam berilmoqda. Natijalarda mahsulotimiz turlarini ko'payishga olib kelinyapti. Mahsulotimiz turlari ko'paygandan keyin import hisobiga kirib kelayotgan mahsulotlar sonini kamaytiryapmiz. Ta'kidlash joizki, Qashqadaryo viloyatida yirik neft-gaz tashkilotlari joylashgan. Ushbu yirik sanoat korxonalari ishlab chiqarish uchun zarur bo'ladigan ko'pgina ehtiyot qismlar chet davlatlardan valyuta evaziga olib kelinadi. Yarmarka davomida aynan ana shu ehtiyot qismlarni ishlab chiqarayotgan kichik biznes subyektlari bilan o'zaro kelishuv shartnomalari imzolandi. Shuningdek, yirik sanoat korxonalari ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonida zarur bo'ladigan xom ashyo, tayyor hamda yarim tayyor mahsulotlar, import hisobiga olib kelinayotgan texnologik uskuna va ehtiyot qismlarni taqdim etishdi. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarga buyurtma portfellarini shakllantirish hamda yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish va o'zlashtirish uchun katta imkoniyat yaratdi. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati ushbu yarmarkada 8 ta yirik tarmoq korxonasi, O'zkimyo sanoat va O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatlari ham o'zlarining tarmoq korxonalari bilan ishtirok etishdi. Tizim korxonalariga kerak bo'ladigan barcha turdagi import tovarlar ko'rsatilgan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar kelib bu yerdagi import tovarlarni o'rganishmoqda. O'zlarining ham takliflarini bildirishmoqda. Hozirgacha 10 dan ortiq shartnomalar imzolandi. Anjumanda yirik tarmoq korxonalari va kichik biznes subyektlari o'rtasida mahsulotlar yetkazib berish bo'yicha 400 milliard so'mga yaqin shartnomalar imzolandi. Shuningdek, hozirda import qilinayotgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratilgan 100 dan ortiq memorandumlar tuzildi.